Shu yerda necha pul bor deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Okey, bitta like bosib qo'yasiz. Siz ham uyingizga borib, mana shunaqa pullaringizni sanab berish nasib qilsin. Hammamizga halolidan yetqizsin. Biz ishni boshlaydik, hozir pullarni sanaymiz. Avvalambor hammangizga rahmat, qo'llab-quvvatlayotganingizga, ishonchingiz uchun. Pullarni kelib sanab tekshirib beryapmiz. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bitta limon deyiladi. Mana shu bitta limonning ko'rinishi. Pullarni sanab, ustiga pechat bosib, vakuumlaymiz. Oxirgi bir 6 ta pochka qoldi. O'shani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ketdik. Bismillah. Aytishingiz mumkin, shuncha puli bor odam, apparatga puli yetmas ekanmidi? Yo'q, apparatga pulligi yetadi, apparatlarga ham bor, lekin bunaqa sanashlarga vaqtligi yo'q. Shuning uchun bizlarni chaqirishadi. Hamma o'zini bilib ishini qilsin deyishadi. Iltimos, negativ yozmasizlar. Bitta limon bu yerda. Buni shamoli, konditsioner shamolidan soldi. Ko'rsanglar bo'ladi, bitta limonni go'zal deydi-yu, oxirisidan pechatlarni urib. Hozir endi buni vakuumlab, cho'tka qilib beramiz. Pullarni hozir mana sanab, vakuumlayapmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Sifatni ko'ringlar, sifatni. Hammamizga halolidan rizqlantirsin, beraridan qismasin. Kimga xizmatli kerak bo'lsa, dollar ko'rib beramizga murojaat qilaverasizlar.